Bulung'ur tumanida 23 kilometrdan ortiq masofaga cho'zilgan Oqtepa kanali tabiiy holda qurimagan. So'nggi haftalarda kanal suvi vaqtincha to'silib, betonlashtirish ishlari boshlangan. Kanal yoqasi bo'ylab gurkirab o'sib turgan ko'p yillik daraxtlar ommaviy kesib tashlandi. Kildon, Nebulsa, O'roqli, Gulzor va Mingchinor mahallalari hududidan o'tuvchi kanal bo'yidagi 1000 ga yaqin daraxt yiqitilgani aytilmoqda. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi rais maslahatchisi Rasul Kusherboyev vaziyatni o'rganish uchun hodisa joyiga bordi. 2 metr tomondagi yong'oqlarni kesib tashlagan. Juda ko'p daraxtlar kesib tashlangan. Mana shu kanalda demak bo'yidagi daraxtlar, yashil hududlar. Hozir hammasini hisoblab aniqlaymiz. Turli daraxtlar, jumladan terak, tol, tut, yong'oq kabi daraxtlar moratoriy talabiga zid ravishda kesib tashlanganligi ko'rinyapti. Qizig'i shundaki, ayni paytda butun respublika bo'yicha o'sha suv tanqisligi kuzatib borilyapti. Yer osti suvlar, sizot suvlari ham qochgan, ya'ni bir daraxt ekib qo'ygandan keyin uni ko'karish, bu darajaga olib kelish juda ham qiyin. Bu yerda juda ko'p yillik daraxtlar kesib tashlangan, ya'ni tabiatga yetkazilgan zarar juda katta. Hozirgi kunlarda, ya'ni yashillikni saqlab qolish, toza havoni saqlash ketayotgan bir vaqtda bunday daraxtlarni kesib tashlash shunchaki vahshiylik, to'g'risi. Daraxt kesilishdagi manzara yanada tashvishli. Ba'zi daraxtlar kanal bo'yida yashovchi aholining o'ziga kestirilgan. Shu kanalning nazoratchisi kestirdi. Kesingizlar dedi. Bizlarga shunga buyruq berilgan, olib tashinglar dedi. Prezidentning qarori bor bizda dedi. Fuqarolarga ko'ra kesilgan daraxt tanalari ularning o'zlariga qoldirilmoqda va hatto daraxtlarning yarim puli Mirzapay irrigatsiya tizimi boshqarmasiga berish shart qilib qo'yilgan. Kesingimiz majburladi kesdik. Ya'ni davlat muassasasi tomonidan berilgan buyruq ijro esa aholi zimmasiga yuklatilgan deydi fuqarolar. Biz o'z xohishimizcha kesganimiz yo'q. Bizlar majburladi, kesinglar, olib tashinglar, mushayt qilyapti dedi. Yarim dedi, davlatga topshirasizlar dedi. Biz dedi yarim davlatga olasizlar, yarim o'zlaringga dedi. Bu yerda odamlar o'sha sizda aytayapti-da, shu Shod aka. Xuddi menman. Ha, men aytdim. Shuni nimaga asosan kestirtiryapsiz? Shuni tushuntirib bering. Boshliqqa bilan gaplashingizlar. Boshliqqa. Unda nega boshlig'ingiz kestirtirmayapsiz, kestirtiryapsiz? Kestirtirayotgan odam o'zi bilish kerak-ku nima uchun qildirayotganini. Asosan Maqsadni ayting, maqsadni. Maqsad siz nima uchun moratoriy talabiga zid ravishda daraxtlar kesib tashladingiz? Zid qilganim yo'q men. Zidmasligini Men boshliqni aytganini qilaman. Demak boshlig'ingiz aytdi. Boshlig'im aytgan ham. Daraxtlarni kesishda ayblanayotgan Mirzapay irrigatsiya tizimi boshqarmasi mutaxassisi bilan Kusherboyev o'rtasida uzoq tortishuv bo'ldi. Siz ish vaqti soat nechaga? Ishim 5 gacha. Nega ish vaqti ichib yuribsiz? Menmi? Ishkam yo'q. Og'zingizdan kelib turibdi-ku. Balkim. Hozir siz shu holatingizda siz berayotgan ma'lumotlar to'g'ri deb hisoblasak bo'ladimi? Siz ichib olgan odamsiz. Bo'ladi. Hushyor holatda gaplashaylik. Men hozir gaplaringizni jiddiy qabul qila olmayman-da. Hozir kesayotgan bo'lsanglar, to'xtatinglar kesishni. Chunki zarar yana ham ko'payib ketmasin. Bo'ldi. Kesmishingiz rammasin dedi. Kanalni betonlashtirish loyihasi qanchalik zarur deb ko'rsatilmasin, tabiatni vayron qilish, qonunlarni chetlab o'tish va aholi huquqlarini paymol etish hech qachon va hech qanday loyiha bilan oqlanmaydi. Muhim savollar ochiq qolmoqda. Tabiatga yetkazilgan zararni kim qoplaydi? Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.